Chalg'igan haydovchilarni aniqlash. Haydovchini nima chalg'itadi? Ba'zi haydovchilar o'z transport vositasida ishlayotgan bo'lishi mumkin. Shinalarni almashtirish, dvigatelni tuzatish, atrofga e'tibor bermaslik va harakatlanayotgan mashinalarni payqamaslik. Agar g'ildiraklar ko'tarilgan yoki kapot ochilgan mashina ko'rsangiz, unga yaqinlashmaslik uchun yo'lak o'zgartiring. Ba'zi haydovchilar rulda chalg'ib qolishi mumkin. Masalan, SMS yozish yoki telefon ishlatish, ovqatlanish yoki ichimlik ichish, musiqa yoki GPS sozlash. Chalg'igan haydovchini qanday aniqlash mumkin? Ko'z harakatlarini kuzating. Agar ular yo'ldan boshqa tomonga qarayotgan bo'lsa, sizni ko'rmay qolishi mumkin. Tasodifiy yo'nalish o'zgarishlari yoki keskin tormoz bosishlariga e'tibor bering. Chalkashgan haydovchilarni aniqlash. Nima uchun ba'zi haydovchilar chalkashadi? O'z hududida bo'lmagan haydovchilar quyidagi joylarda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Magistral yo'llar va chiqish yo'laklarida, katta kesishmalarda va murakkab yo'l belgilariga duch kelganda, sayyohlar ko'p yuradigan hududlarda. Chalkashgan haydovchilar belgilari: juda past tezlikda harakat qilish, doimiy ravishda tormoz bosish va ikkilanib harakat qilish. Yo'l belgilari, GPS yoki qog'oz xaritaga tez-tez qarash. Bagaj qutilari yoki boshqa davlat raqamiga ega avtomobillar. Charchagan haydovchilarni aniqlash. Charchash qanday xavf tug'diradi? Charchagan haydovchilar quyidagi xatolarga yo'l qo'yishadi. Ko'p esnash va hushyorlikni yo'qotish. Yo'nalish chizig'idan chiqib ketish, tezligini beqaror ravishda o'zgartirish. Charchagan haydovchini qanday aniqlash mumkin? Boshning oldinga egilib ketishi yoki keskin harakat qilish, tezlikni tasodifiy oshirish yoki pasaytirish, signal bermasdan harakat yo'nalishini o'zgartirish.